Assalomu alaykum akalar ukalar. Mana xudo xolasa navbatdagi obyektimizni ham tunkaga tayyor holatiga olib keldik. Bu obyektimiz eni 13 metr. Oldiga mana tunka follarga ham moslama qilib berdik. Obyektimiz uzunasi 35 metr bo'ldi. Hozir ichidan ko'rinish holatini ham beraman. Obyektimiz mana ichidan ko'rinish holatlari. Bu obyektimizni ichi chista 12 metr qolgan. Bemalol loy bossa ham, pena quysa ham xudo xolasa ko'taraveradi. Firmalarimiz mana shu otili bo'ldi, Divayno. Kimda shunaqa joylar bo'lsa, shunga o'xshash ekrandagi nomerlarga bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Xizmatlarimiz O'zbekiston bo'ylab katta zdaniya, zavod, fabrika 25 metrgacha bez ustuni yopib beraveramiz. Murojaat qilishlaringiz mumkin bemalol. Bu xolasa mana tugatdi bu obyektimizni. Sog' bo'lasizlar.